Bayam sizga chiqimda kechirim. Aslan, Ondan siz bana opamning davolash puli uchun sizdan to'y qildinglar dedingiz. Bu qanday? aqtım dadamdan pul sorgulab ağattım. Anda bana pul vermem. Ma'qul. Shunday qilganda dadingiz va'dasi bo'yicha bu pulni sizga bermadi. Yana Alman shirkatimi sizni xizmatga boshladi. Lekin ansirma, Adila bana yan xizmetlerini tunuşturuyordu. Ben tezden xizmet tapmalayım. Bizim hech qatlam sherga ketmaymiz. Bundan qilsak siz texnik test xizmat topalayapsınız. Nima ishlarimni yaxshi o'rganishtiradi. Ata? Shunday. Lekin biz qonun ötüsünü çıkımız. Benim bir abim o siyosatga ketgan. Uning bir uyi bor. Uning uyi qarab qo'yishimni umid qiladi. Shuni biz siyosat qildik. Rasma? Biz pek yaxşı olayım. Qarama Mira. Men sizning eringiz. Boshqa gaplarni unutib ketdim. Shu bilan butunlay ishonsangiz bo'ladi.